Rasulullohning uylariga kirib qo'l ko'tarsa shiftga yetardi. Yonga cho'zsa devorga yetardi. Rasululloh namoz o'qiganlarida xonam torligidan Oysha onamiz uxlab yotardi. Oysha onamiz oyog'ini tagida Rasululloh tahajjud o'qirdilar. Sajdaga borganda oyoqlarini turtirdilar, Oysha onamizni oyog'i yig'ishtirib olardilar, sajda qilardilar. Turganlardan keyin Oysha onamiz yana oyog'i cho'zib uxlardilar. Xonam torligi. Umar roziyallohu anhu kirdim, "Ya Rasululloh" dedim. Siz shunaqa yotasizmi? Olamlarga rahmati, tog'lar yalinyapti sizga, mana tilla bor, kumush bor, brilliant bor, qazib oling deyapti. Shu darajada "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" Anbiyo surasi 107-oyat. Alloh oyat tushirdi. Sizni olamlarga rahmat qilib yubordik, ey Muhammad alayhisalom dedi. Rahmat bo'lib kelgan zot shunaqa uxlaydimi? Shunaqa yotadimi, ya Rasululloh? Fors rumlarni qaramaysizmi? Qanaqa yotyapti? Duo qiling deganlarda, "Hey Umar, qo'y" dedilar. Nimaga? Oxirat muhim bo'lib ketganda